Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Bizda reklama, akalar, shunaqangi bitta shikala joy topib qo'ydim. Umuman plan buzmaydigan, uncha odamni xayoliga kelmaydigan plandan bitta joy topib qo'ydim sizlarga. Xudo xolasa bitta like bosasizlar. Xo'p, mana bu asfaltni ko'ryapsizlar, Bu qayer desak, namunani hamma biladi. Surxondaryoning xalqi o'zi go'sht sevar, go'shtga oshiq xalq bo'ladi. Namuna Mirzatepa go'shtxona. Aka-uka go'shtxona mana ko'ryapsizlar, namunani Mirzatepa go'shtxonani orqasi. Kollej bor, mana namuna kollej derdik. Hozir universitet bo'lgan. Termiz shahridan kelganingizda namuna go'shtxonani yonidan kirasiz. Kirganingizdan birinchi joyda, birinchi joy. Bunaqasiga sal yursangiz, mana bu tarafda Krutoy Pavorot bor, aeroportga ketasiz. Bunaqasiga ketsangiz, Termizotga ketasiz. Hozir mana bu yerdan taxminan 100 metrdan keyin katta asfalt tushyapti. O'sha Krutoy Pavorot to'g'ri o'tib ketadigan asfalt tushyapti. Buni hamma biladi, ko'rgan. Asfalt tushyapti. Akalar, 10 sotiq kalat joyga keldim, qaranglar. Agorot namunani joylari o'zi bilasizlar, agorotlar juda bir anonsi zo'r bo'ladi. Unumdor bo'ladi. Aka, mashinam turgan joyim sizga qaraydimi? Ya aytering, shuni aytering. Bo'ldi. Xo'p, akalar, mana mashinam turgan joyimiz mana daraxt bor-ku, daraxtdan bu yog'i oshxona, bani, hojatxona tashqarida kesida, endi unga fundament tashlangan, taxminan 80 sm. 60 sm padushni bilasizlar, mana 70 sm bo'ladi. Fundament chekkasida chiqib turibdi, mana ko'ryapsizlar, 70 sm padush. Undan keyin 220 mana 40 sm da fundament quyilgan. Ya'ni podval bo'lgan. Podvalni shikalatlagan qaranglar, masalan, proyekt tushuntirib beraman. Bitta zal, katta zal. Bitta ichkarida xona, bitta bunday kiradigan xona, kirasiz, ichkarida spalni ichkarisida o'sha bani, dush, hojatxona sharoitga to'g'rilangan. Unisi mehmonxona. Xullas, unday olsangiz 3 ta xona. Mana bu kiradigan koridor. Endi bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda ham xuddi shunday, mana bu yerdan eshikdan kirasiz. Salba-salbashchara, eshikdan kirasiz. Bitta xona, o'ngga burilasiz. Ikkinchi xona, uchinchisi chapga burilasiz, uchinchi xona. O'rtada bani, sanosil. 3 ta. Xullas 6 xonaga to'g'rilab, fundament to'g'rilangan. Undan keyin xohlasangiz oshxona, xohlasangiz bitta o'rtadan xona ochsangiz, mana bu proyekt 4 xonali proyekt bo'ladi. Naryoqda o'choqxona, bani, hojatxona qilsangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerga ana Xudo xolasa nasib qilsin, ikkita tahoni, ikkita yangalarimizga ikkita trekkerda taxlab qo'yadigan joyidan. Basseyn qilasizmi, agorot qilasizmi, lupoy narsaga. Ko'pchilik aytadi-da, Umidjon deydi. Sal puli dajamroq bo'lsin deydi. Yaxshi narsa ko'rsat. Ichiga bir ikkita qo'yib boqay, men qo'yib boqishga qiziqaman. Pensiyadan keyin o'sha bir ikkita tovuq boqay. Bemalol xotirjam bo'lsin degan joyi ko'p bo'ladi-da. Shuning uchun men sizlarga zo'r joy chiqdi, reklamaga chiqdi, keldik, haqimizni olyapmiz. Bizning vazifamiz bizda reklama qilib berish, bundan leshli narsa emas. Kelasizlar, chotki joy. Lekin men bitta narsa yo'qdi. Mana bu yerdan misol uchun agar mana bu yerda ariq bor-da, mana bu yerda misol uchun bunday bitta yo'lcha qilsangiz, mana bu xuddi mana shunday joyi bor. Xuddi mana shunday joy, yana bu yerda ham bor. Bitta eshikcha qilib qo'ysangiz, aka, kommersant bo'lasiz-ku, kommersant bo'lasizmi yo bir optimga tarqatasizmi yo podval dahshatda. Общий hisobda 3 ta furan narsasi ketadi. Mana shu xonaga bemalol 2 ta furan narsasi ketadi. Biz o'zimiz xona qurganmiz 10 metrga 4 metr. Shundan bemalol ketadi. Xonalar katta-katta, 4 ga 3, yo'q, 4 ga 5, 4 ga 8, mana shunday katta-katta xona, proyektlari bor, hamma narsasi bor. Agarda shu uy yoqqan bo'lsa, narxi taqalgan joyi, bo'lgan joyi akalar tortishib, talashib, akam $50 ming dedi. Men aytdim, aka, yurakda ayting desam, bo'pti 550 million bersa bo'ladi. Undan buyog'i bo'lmaydi, Umidjon dedi. Men aka,
bitta narsa aytay, to'g'ri qilaylik, 500 million qilaylik desam, Umidjon o'zi 500 millionga hech narsa bermayapti-ku, o'zingiz bilasiz-ku dedi. Men aytdim, aka, Alloh barakasini bersin. Lekin hozir agarda misol uchun, nariyoqlar bor-ku, nariyoqlar 35 million so'm, 40 million so'm sotqi. 10 sotqida agar 50 milliondan ursangiz ham 500 million pul bo'ladi-da. Men o'sha 500 millionga akani ko'ndirdim. Faqat nariyoq o'tadigan joyi yo'q, sunnati, hamma narsasini sirim, hamma narsasini qilib bo'ldim. Men aka bilan gaplashib bo'ldim. Shunday kelasiz, qo'l tashlaysiz bo'ldi. Orientirni tushuntiraman. Kollej ro'parasidan ko'cha bor, mahallaga kirgan ko'cha bu. Kirganda mana shuni olib tashlaysiz bo'ldi. Kirganda birinchi joy bo'ladi. Mana shu eshikcha qo'ysangiz, darvoza qo'ysangiz, nariyoqdan qo'yasiz, o'zingiz ideyangizga bog'liq. Bemalol, xotirjam yoki supa qo'yib, supalar qo'yadigan joy, hamma sharoit bor. Xohlang mana bu enongacha padushgacha yerni ko'tarasiz. O'zi padushgacha o'zi yer ko'tariladi. Nol o'zi padush, mana bular nol qilingan. Yer nol padush, nolga qo'yilgan. Nolni tekistab olasiz, ichkarini qilib olasiz. Xohlang pastda boyaki xona qilib ham yashasangiz bo'ladi. Как положено deraza qo'yilgan, e'tibor beryapsiz? Deraza qo'yilgan. Xohlasangiz, misol uchun sizda agar g'ishlana bo'lsa, mana bu 3 xona, bu 4 xona bo'ladigan bo'lsa, 7 xona bo'ladi. Sizda agar g'ishlana bo'lsa, buni 14 xona qilib, bari tepasidan qurasiz-ku, qurasiz. 14 xona qilib yashasangiz bo'ladi. Bir umr bala, chaqa, evara, ovora, sovara begonasi bilan bemalol yetadi. Narxi 500 million so'm. Kelasiz, egasi bilan gaplashasiz. Undan ortiq narxi o'tmaydi, faqat sizda kelib ko'radigan narsangiz joyda ko'rasiz. Aytganimda, joyda ko'pchilik tushundi. Namina Mirzatepa go'shxona, men tapchanlari ham turibdi. Mirzatepa go'shxonani orqa tarafi, birinchisi. Aka-ukalarning oshxonasi bor, shu birinchisidan, shuna orqasidagi birinchi joy, mana katta yo'l ko'rinib turibdi, Cobalt. Katta yo'l ko'rinib turibdi. Shunaqa, sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, nomerlar pastda, egalariga chiqasizlar, WhatsApp, Telegram, bemalol oddiy Abishni telefondan telefon qilasizlar. Ko'pchilik xafa bo'lyapti, Umidjon, kechqurun 11-12 da telefon bo'lyapti deb, akalar, iloji boricha soat 8 dan 8 gacha telefon qilishga harakat qilaylik, chunki hammani o'ziga yarasha ishi bor. Musofirdagilar vaqtini biladi, O'zbekiston vaqtini. Shunga qarab to'g'rilab telefon qilsalaringiz, biz qilayotgan reklamalar ham yaxshi bo'lardi. Baraka qilingizlar, akalar, menga yo'qdi, 500 millionga shikalat joy. Zo'r. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, sizda ham xuddi shunaqa reklamangiz, uyingiz, do'koningiz, biznesingiz bo'lsa, albatta YouTube'da, Instagram'da reklama xizmatimiz bor. Sog' bo'lamiz.